maydandaki tomoshabinlar, ko'rayotgan Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Xuyi madaniyat tarqatishchilik shirkati, Şinjan Bug'ra madaniyat tarqatishchilik shirkati hamkorlik buzilib sungan cho'ng ikki san'at programmasi, Obida Ipak yo'li san'at programmasi. Rahmat, ben Mehmet Tursun. Mana hammaydan taqdirlik bilan kutayotgan 3-chi qarorliq Ipak yo'li san'at programmasi bugundan boshlab rasmiy holda do'stlarimiz bilan yuz ko'rishdi. Qo'shunda qolsa qizg'in olqishlarimiz bilan 4 aziz ustozlarimizni sahnimizga taklif qilamiz. İpek yolu sadası, sevginin yok çehrası, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çehrası, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çehrası. hoş avazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çehrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Hədim ipək yolida, əzdad bolğan çəvəndə. Düşkün kanlar tomurida, köy nakşisi hoş avaz. Gümüş tağlar çok desin, nur qaytıdı yürekке. Gümüş dağlar çok desin, nur kaytıda yürekке. büyük kervan var ise, aman yeter dilekte. Büyük karvan var ise, aman yeter dilekte. İpek yolu sadası, sevginin yok çehrası, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çehrası, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası. Hadim ipek yolida, ecdat bulgan çevende. Coşkun kan var tomurda, köy nakşisi hoş avaz. Bir tilekten Allah'ım göz açtı seherde. Bir tilekten Allah'ım göz açtı seherde. Un işi toyla toy, Bəxtlər zəfərdə, insan şər zəfərdə, bəxtliklər zəfərdə. İpek yolu sadası, sevginin yok çehrası, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çehrası, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çehrası. Hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çehrası. Hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, hoş avazla seynası.
3-cü qararlıq İpək Yolu Sadası proqramısındakı ustazlar qoşunu bolsa, ən qaltis bolğan ustazlarımızdan təşkillənən ustazlar qoşunu olub. Ular bolsa, Abdullah səhnəsinin yetəkçi ustazı Abdullah Abdurrahim ustaz. El Rai grupsunun yetəkçi ustazı Dilşad Raydın ustaz. Sanober səhnəsinin yetəkçi ustazı Sanober Tursun ustaz. Nur səhnəsinin yetəkçi ustazı Nurnisa Abbas ustaz. Xoş, ekran aldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar. 3-cü qararlıq İpək Yolu Sadası proqramısının imtihon bosqichi hozir boshlandi. Assalamu alaykum, hörmətli qarindoshlar. Mən Qashqar viloyati Ko'nshan nahisdan keldim. İsmim Iqbalim. Qiziqishim bo'lsa, har xil musiqalarni chilish. Amma yoqtirib anglaydigan naqshlar bo'lsa, ommabop naqshlar, xalq naqshlari va muqam. Bu qitimqi İpək Yolu Sadasiga kelishdagi asosiy maqsadim bo'lsa, o'zimning iqtidorini va ortiqchiliklarımni joriy qildirish. Shuning bilan birga o'zimningki yetarsiz joylarimning hammani ustozlardan ta'lim-tarbiya elish orqali o'zimdagi yetersizliklerini to'liqlab, kasbiy jihatdagi bilimlarimni taraqqiy qildirish. Acep yara çıktı bana, buranda aynagan tuğan, buranda aynagan tuğan. Sen beni güzeldeki ketlerini laçın bulup olayım uylandaki ketlerini laçın bulup olayım bağrında yüreğini gül sahan bilir bulup oynayım
Men yarim Kulay yarim Assalamu alaykum, hurmatli ustozlar va naq maydondagi qarindoshlar. Va ekran oldidagi barliq ko'ringan do'stlar. Hammanglarga Qashqar viloyati Ko'shan noyalik san'at o'makdan kelgan iqbolimdan oliy salom va ehtirom. Ko'lishan aylik san'at o'maktini. Qarang Sanobar, siz bosqantingiz biz xo'sh bo'ldik. Nimishqa desangiz, biz bu qizning naqshini anglagan. Biz Qashqarga borganda bu emas taxi yana nurg'un xeyli murakkab bir xalq naqshlarini shu akademiyada aytadi. Yuragimga bak tagdin. Ha, yilqi bak qalaymuqan qilib etmay, pakiz bu akademiyani. O'zining ovozini bostirib etmay, mana shunda aytadigan qiz bor bu. Garmon ovozlarini biz anglamagani. Uzun bo'ldi ham o'zi chelib, ajoyib chiroyli o'ralab tadimiz. Ben hakikaten naqshidan bir zo'q ilib o'rildim. Şu birinci naqshi bilan tugatib qo'yamdiki deb shuncha ansirdim. Mao Sanobar muallim, sen ovozingizning doirasini biladiganni o'ylaydi-da. Tutsam yaxshi ikkinchi naqshni. Agar muallim aylanmagan bo'lsa, uchinchi naqshni mi aytsangiz bo'lardi. Qani anglashli naqshlar-ku bu. Voy, oynalaya deganda. Oynalaya deganda. Chili va aylanmayman yo. Oylanib ketdi degandekmi? Oylanib bersa biz. Sizga qanchalik vaqt bo'ldi shu akkordeon bilan naqsh aytayotgani? Ha? 9 yil bo'ldi. 9 yil bo'ldimi? Bek esil. Men akkordeonning manda yenik, lirik ustiga aşı har bir ovozingiz uchun xizmat qilib ajoyib zo'qqa taqildi. Men haqiqatan o'rlishni xohlagan. Sanobar adimiz o'rlaganda men rost gaplasam xotirjam bo'lib ketdim. Topshirdim da. Mushunchalik talantliq odamlarimiz var. Endi asl bütün Uyg'urlarga tonilish kerak. Bu qiz toniladi bu qiz. Abdulakam degandek ekanki, sharoit, o'mak sharoiti, ashadigilar o'yinlardan cheklanib qolib, xizmat o'disidan chiqish uchun deganda. Bo'ldi. Yo'qmi, boyada degan xotin. Bütün Uyg'urlar ko'radigan bir sahnada o'zingiz talantini namoyon qildingiz. Sizning bundagi san'at hayotingizga utuq tilayman. Rahmat. Ipak yo'lini bo'ylab janubga mangsoq bir o'tang bor. Yillar mobaynida bu yurtni madhiyalab aytadigan bir kuy bor. Bugun bu kuy sahnimizda yangradi. Ipak yo'lini bo'ylab yana oldiga mangaylik. Yo'l bo'yi yangragan sadolarni sahnimiz orqali bu yo'l girvikidagi barcha qavmga anglataylik. Sanobar ustozning yetaklashida bu og'ir vazifaning huddasidan chiqa oladiganligingizga ishonchimiz komil. Assalomu alaykum, ekran oldidagi ko'rgan do'stlar, menlarning vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men Poskama Nice'dan kelgan suhbat bo'laman. Yaxshi yetishdiki asos uslubim, amurbop uslublar va xalq ohanglari ko'p anglaydigan naqshlarim bu xalq ohanglari va amurbop uslubdagi naqshlar. Ipak yo'li sadosi programmasiga qatnashishdagi asosiy maqsadim o'zimdagi bor ortiqchiliklarni, alayliklarni joriy qildirib, kamchilik va yetersizliklarni yaxshi to'liqlab, bir yaxshi bo'lgan bir natijalarni erish.
Yarif üçün qoysam qadam Yar vesliga yetarmanmi Yetalmay yar vesliga Armonda ketarmanmi Yetalmay yar vesliga Armonda ketarmanmi Ko'nglimning orami yo'q Kulay debmi kulolmayman Kechida ay bo'lmasa Tanho yo'lmi yurolmayman Ağım itip Cananını körermen bu Tanrı'ya ağım itip Cananını körermen bu Şu böcek kipinekten Güller ara jürermi Şu böcek kepinekte Güller ara jürermi Gönlümde aramıyor Küleyde bu külelmeymen Keçide ay bulmasa Tanha yolmu yürelmeymen Gönlümde aramıyor Küleyde bu külelmeymen Keçide ay bulmasa Tanha yolmu yürelmeymen Keçide ay bulmasa Tanha yolmu yürelmeymen Keçide ay bulmasa Tanha yolmu yürelmeymen Keçide ay bulmasa Tanha yolmu süremeyim Keçide ay bulmasa Tanha yolmu süremeyim Tanha yolmu süremeyim Assalamu alaikum. Postcam Nice'dan kelgan suhbatdan minglarga o'tliq salom. Suhbat nima ish qilasiz? O'qiyman. O'qamsiz qaysi maktabda? Eli pedagogika universitetining sayyohat boshqarish kasbida. Yaxshi kasbda o'qiyotgansiz. Bunda bir ishchi sizning ovozingizga gap qilgan ovozingiz nima degan chiroyli haqiqiy erkakning ovozida mush ovozingiz qillam esingiz bo'ladi. Qasddan unda qilib olishning hojati yo'q. Menimcha sizga eng yarashadigan ovoz hozirgi gap qilgan ovozingiz. O'zingiz qabul qila olamsizmi shuni? Yoki aşı uslubni yaxshi ko'ramsiz? Qabul qila olaman, lekin men burundan kasbiy o'rganib qilib boqmagan undan shu ovozga men qiziqib o'zim yoqtirib bir mashq qilib bir yillik jarayonda shomishda mashq qilib chiqardim. Ma gap qilgan ovoz degan chiroyli-a? Chavakchilarlar mushu ovozga mana. Sizga qanday ovoz yoqadi? Mashq qilib chiqardim. Mashq qilib chiqardim. Sizga qanday ovoz yoqadi? 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 Sizga qanday ovoz yoqadi?
Siz o'sha musobaqadan keyin bir izdanga men bir ovozingizni yuqori tuvanligini bir tekshiray. Bularda Mafes Ustoz Dilyar degan birinchi qarorda o'quvchim bor. Izdang. Bulamda yana bir qaytam ko'rishaylik, ha? Bulamda. Sahnimizda o'z naqshingizni dodillik bilan o'tirg'i chiqarib, o'rinlay olganligingizning o'zi bir natija. Yillar uzun. Sizdan texmi tirishib, kelgusida yaramliq bir kuychimiz bo'lib yetishib chiqishingizga tilakdoshmiz. Assalamu alaykum, televizor ekran oldidagi aziz ko'ruvchilar. G'ujidan kelgan Mayir Dilraba Shavkatdan hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Mening qiziqishim bo'lsa, Uyg'ur 12 muqomlari, xalq naqshlari va ommabop turdagi naqshlar. Bu qitim o'zimning san'at jihatdagi alohidligini joriy qildirish uchun Ipak yo'l sadosiga keldim. Men hozir Xinjiang Pedagogika universitetining muzika fakultetida o'qituvchilik xizmati bilan shug'ullanaman. Assalamu alaykum, muhtaram ustozlar, rahmatli tomoshabinlar va televizor ekran oldidagi aziz ko'ruvchilar. Ilik qizi Dilraba Shavkatdan hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom.
Bu kızın bir adınız var mı, sınınız var mı? Singlim bor. Sınınız nava qatnaşqan mı deyman? Ha, İpek yo'lining birinchi qarori qatnashgan. İpek yo'li birinchisi. Vadarixon aytgan texmarshal. Vadarixon esim keldi. Mahmud Sulaym akimizning Siz pedagogika o'qishsiz-ku? Men bultur Shinjong pedagogika universitetining muzika ma'rif kasbini bitirib, maktab o'qib qoldim. Hozir maktabdami? Ha. Shu maktabda muallimmi? Shu maktabda. Oo, muborak bo'lsin. Rahmat. Yaxshi. Mana. Acayip yaxshi aytdingiz-da bu naqshni. Rahmat. Yuqori avj tarafida siz biroz qiynaldingiz. Bundan keyin mushu jihatda ta'lim ilib, ashaga ovozingizni qiynalmay chiqaradigan buning amal bormi? Naqshdan dars olsangiz yaxshi muallimni tepib. Shu ovozingizni qiynalmay chiqaradigan qilib berdi. Sizning ovozingizni asli egiz bo'lgandan keyin biraz qiynalib chiqyapti hozir. Yo'q, asli qiynalmadim. Muzika kelim toza suzuk emas bugun. Shundaqmi? Odat aytganda qiynalmadim bunda. Endi shu qiynalmay chiqadigan uslubni o'rganib olsangiz, shu usulni yilingiz suzuk bo'lmagan taqdirdami qiynalmay ayta olasiz. U usul nada muallim? Ha? U usul nada? Bu usul bizning Sanabar Tursun xonimning guruhisida bor. Mesele iniqki kızım. Mesele iniqki. Şevketler ailesi hakikaten esil kızlarını terbiyelepti. Rahmat muallim. Sağlığınızmı İpek Yolu Sadası'nın birinci karar katnaşkan ben intayın koşal boğandım. Nemi degen avaz sizlerdeki bu avaz ersiyettim boludu ço. Yüce yerdim boludu. Şunun için sizler yaxşı kızlar, yaxşı terbiyelerini apsizler, ata-analarga barakallah. Maktablarda yaxshi o'qib, shu maktablarda qab qapsizlar. Ularga barakallah. Rahmat. Bundan keyingi ishlaringlar texmi yaxshi bo'lsin, turmushlaringlar texmi baxtli bo'lsin. Baxtinglarni bersin, egiz yerdan taxtinglarni bersin. Ko'p rahmat qizlarning. Davomli tirishing. Bo'ldi. Dilraba? Ha? Dilraba, to'g'ri, Dilraba singlim. Aldı bilen mübarek bo'lsin. Rahmat. Shundaq bir yaxshi bir xizmatlarga chiqibsiz. O'qituvchilikdan iborat ulug' bir kasb o'rniga erishibsiz. Naqshining umuman hissiyot ifodalash, mushu naqshiga cho'kish, o'sha taraflardan hammadan nihoyatda men o'ylaganimdan betar layoqatli o'rildingiz. Singlim. Rahmat sizga. Kasb hayatınızga omad tilayman. Rahmat. Xo'sh, sizning oxirgi qaroriniz? Men o'zim shu naqshi o'rganish ismini boshlagandan boshlab Sanobar adamning deylarini o'zim gamroq qilib kelganju. Shuningda o'rgangan amdi puroqlari kallamga sinqab ekan, lekin ba'zilar do'rab yetsa deydi. Amaliyotda do'rmayman. Kallamga shu puroq sinqagan gap. Men shu uzundan beri Sanobar adamni ustoz tutishni orzu qilib kelyotdim. Lekin Ipak yo'l sadasi programmasi bir musobaqa sekinsga rast gapni aytganda biz nihoyat ko'p mayirlar musobaqaga tushadi ekanmiz, chopadi ekanmiz, eng oldi chiqqani tutib chiqadi ekan. Men mushu musobaqa sekinda Sanobar adamni ustoz tutsam, men nihoyat qisib kelib qolamkin deb o'yladim. Men mushu sekinda Sanobar adamni meni bundan keyin o'ziga shogird qilib olishni samimiy niyatim bilan mishada iltimos qilma. Shogird qilib olay dedi. Yana bir jihatda mening shu Dilshod Kamidapetni ovoz yuqoriga chiqish jihatda o'zim 2 yil naqshi dars olgan maktabda muzika ma'rif kasbida o'qiganligim uchun haftada 1 soat to'liq bo'lmagan, lekin o'qituvchim nihoyat yaxshi tarbiyalagan. Puroq elish jihatda Sanobar adamni ustoz tutsam, shu yuqori ovoz chiqarish jihatda Dilshod Raydin akamni ustoz tutsam deb o'ylab, bugungi Ipak yo'l sadasida Dilshod Raydin apandimni oldim. Şuna ustazlarımның töt ustazımның hammasının naqshini yoqtiraman, hammanglarning uslubini xohlayman. Agar sizlar yoqtirsanglar, to'tayinglarda meni bir dars aytmoqim bor. Bo'ladi, gap yo'q. Rahmat tilayman. Yoshlarda umid bor. Ulardagi tirishchanlik, ulardagi qobiliyat kelgusimizni buyuk iqbolga yetkazadi. Suzuk ovozingizni chin hissiyot bilan aytgan naqshingizni hammamiz yoqtirdik. Dilshod Raydin ustozning yetaklashida texmi nodir bo'lgan kuylarni xalqimizga sunaysiz.
Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Mana 3-qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining imtihon bosqichida har bir ustozning faqatla 16 nafar o'quvchi qabul qilish huquqi bor bo'lib, oldi bilan Abdulla Abdurahim ustozning o'quvchi soni to'shqan edi. Amdilikda bo'lsa, Al Royi guruhining yetakchi ustozi Dilshod Roydin apandining o'quvchi soni to'shdi. Shunga amdilikda Dilshod Roydin apandi bilan Abdulla Abdurahim apandi ikkalan birlikda o'ltirib, mahirlarning numeridan hozirlandi. Albatta, qolgan ikki ustozimiz bo'lsa, davomli mahir tanlaydi. Ipak yo'lidagi karvonlarning birinchi bosqichlik manziliga yetaylab qoldi. Qaraydigan bo'lsak, Al Roy guruhisidagi mahirlarning soni to'shdi. Bu karvonlarning keyingi bosqichlarda o'zining rolini to'liq joriy qildirib, ustozlarning ham bizning kutgan yerimizdan chiqishini umid qilamiz. Al Roy guruhisidagi mahirlar bo'lsa, milliy ahanga boy Turg'un Murodov, Anxoyliq Mehmon, Gojingbo, Qozoq o'g'li Davron, Turpanning kelgan Olimjon Obbas, klassik naqshlarga muhabbat bog'lagan Eli Ahmad, Qari shahar qizi Robigul Qo'pir, yangroq ovozliq Ilhom Tunyas, Aqsudan kelgan go'zal ovozliq Van Peyter, yosh kuychi Yahyo Yo'ldosh, pichan qizi Rizvon Guldor, san'atga muhabbat bog'lagan Guljannat Rizoq, suzuk ovozliq Ulug'bek Qurbon, Eli kuylarga oshiq Abduqayyum Rahman, hissiyotli naqshchi Mahmud Ma'mad, mo'ng ovozliq Muhammadjon Hekim, suzuk ovozliq Dilrabo Shavkiy. हेलो एवरीबॉडी माय नेम इज़ अरसलान मैं पाकिस्तान से आया हूँ मुझे 4 साल हुए हैं शिंजांग में चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ते हुए और मैं रैप को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ तकरीबन 5 लैंग्वेजेस में मैं रैप कर सकता हूँ जिनमें उइगुर रशियन चाइनीज़ उर्दू और इंग्लिश ज़ुबान शामिल है और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मकसद ये नहीं कि मैं पहली पोजीशन हासिल करूँ मेरा मकसद यही होगा कि चीन पाक दोस्ती को और बढ़ाई जाए और एक पाकिस्तानी बंदा चाइना के प्लेटफॉर्म पर आके सिंगिंग करे और मैं चाहता हूं कि रैप के जरिए हम दुनिया चेंज करें हम रैप के जरिए दुनिया को बता सकते हैं कि हम दुनिया में कितना अमन लाना चाहते हैं और ये दुनिया कितनी रंगीन है ये मेरे ख्वाब हैं और उम्मीद करता हूं आप सारों को मेरी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आएगी Here we go. Now we bring some rap in the house. Are you ready? नाम अरसलान मेरा दिल बेईमान काम सारे मेरे उल्टे पे भी मेरा बड़ा नाम जिंदगी है जमीन पर आसमां के बाप सारे यार मुझे यहाँ मिले यारों के कितने सार दिल की किताब लिखूं दिन में रात लिखूं बीते सारे जज्बात लिखूं कलम उठाऊं मैं सबसे पहले यारों दोस्तों का अपने में नाम चाहे दिन हो या रात मेरे दोस्तों का साथ ना कोई मजहब की बात ना कोई ना इख्तलाफ ना कोई ना अच्छा बच्चा ना कोई ना आम खास कोई ना सच्चा ना कोई खास Something gonna change. Something English rhymes. Rap king, shame king. I'm a good boogie rapper. You can also call me hacker. When it comes to rap, I'm a good money maker. I'm no baker. I'm a just maker. In a competition world, you have to be a taker. I'm the conqueror of the league of the nation. I'm going to the high. Peak of the year. Never gonna wanna understand my order. My rhyme is never going down to the order. I'm immortal, coming going through the mind into the bottom. Everything ziggy zap, fuck Mac, everything sucks. Piece of sex, absolutely bad. Yeah, into the hotel.
待，冬天酝酿，一年四季的变化，秋年凝结，今天向往，只有看到你的美丽。Every go 想起春天的出现，想起在公主带的每天，我坐在电脑的面前，面前的公主都不会有改变。弹着帐篷录音，超级电公主不停在发生地的目的只是让这一大老板开心。Oh no, please let me go, let me get it on the floor. I wanna stage, I wanna show. 游戏开始，演出开始唱，整个夏天都很疯狂，终于有自己的马尼族了，一定要有快有奏的放。Great， 住的真是自由自在，想怎么来我就怎么来，唱奏的人是我最爱，家庭公众席相见，制作的设备也改变，创作的梦想也实现，住在落叶纷纷的春天，同时每天都有分钟，整个冬天都在被吃苦，突然发烧，正在努力，根本没有休一刻，人人没有放弃，总在回来好消息，终于盼来了今天，长珍珠，一年四季，风不不会有湿润，夏天等待，冬天酝酿，一年四季的变化，秋年凝结，今天向往，只有看到你的每天，夏天等待春天，冬天酝酿春天，一年四季的变化不止一点点，秋年凝结，今天向往，只有看到你的每天。Mamamını keldim, suratını talviga aldım. Bu kundaki neticemle hırtın ozamga hayran kaldım. Manıman kiltemge tuttum, yıllarga bu cevap verdim. Navkaramda bunu kol dostuna kadam ne kokmayı taşıdım. Takdirlerdim, termulardım, hayalimle keltirardım. Ben bulardım, ben diyamadım, vakti getirdiğine tenkilem. Yecildi bu adam, hem de pisildi bu kadem. Saf, beni bile bile arkan tutan tilkis bu zaten desen. Hürmetli ustazlar, arkadaşlar, benim ismim Arslan, ben Pakistan'dan geldim. Ben total tilne bulayman, total tilde nakşı aytaylayman. Adın kin ma hemis nasıl ben Cumhur'da kelip ugangan, bizniki şifin daşı maktabda. Şunun için bugün misiyade katnaşkıla, o zamanki totalniki şu çansıla kustuğuna geldim misiyade. Şu çansıla? Ben şu Navkran Yusuf, bir misiyade Uygur, bir şu çansıla bek çoğun ismi var. Aniki nakşını anlap şu bir yıl aniki nakşı ma siji şatından da şutiyen adın kin piyav adın kin fankon men aniki nakşıga bek amrak mişade matlab umid qalayman şunda nakşı men Pakistan'a ep ketey. Hem de eynekni elip durma. Azırak zincan bolup ketdim şu sizler. Bu bala Hanzochiga yaxshi. Arslan. Ko'p rahmat sizlarga hammalarga. Manga mişade Cumhur'da şunda çoğun vutayda Muşunda optan cihuy tipildi. Nasılga bek rahmet. Oy bu. Orhan bek bin kohanken. Bin kohanken. Bu. Sizniki mushu hip hop mushundan boshqa yana lirik naqshlarni, ommabop naqshlarni ayta olamsiz? Yo'q, men naqshni qat'iy o'rganmagan. Misal Cumhur'da kelib meniki ma'lum manga dedi, siz naqshni qalab boqing, qanday qila olasizmi, qilolmaysizmi deb. Oldin keyin men birinchi naqsh degan xansu tilniki ayting mayma deb bir naqsh botdi, naqshni aytgan. Tumenida biji bo'likaya deb shunday bir naqshdi. Bildim. Unda bo'lsa buni bizning birinchi qarar, ikkinchi qarar o'quvchilarim bor mening ashundaq rap gruppasichi. Mushu jihatlarda sizni bir yetaklab baqayli bir qiziq bir narsa chiqib qilishi mumkin deb o'ylab qoldim. Qanday desang siz bundan qiziq ekansiz. Ataydan Pokistondan kelibsiz. Biz bir hamkorlashib baqayli. Up Mary. Pass. İpek yolunu boylab sahnimizga, yurtimizga mehmon bo'lib kelgan bu mohirimizni intayin qarshi olamiz. Karvonlarning qadamlari uzrab beryotdi. İpek yolu qaynam tashqinlik uchun bo'yotdi. Üçüncü qararlıq İpek yolu sadası programmasining hammadan ko'rib turibmiz. Albatta bu imtihon bosqichida har bir ustozning o'quvchi qabul qilish huquqi faqat 16 nafar bo'lib, endilikda bizning Nurnisa Abbos ustozning tanlashi bilan, bizning Arslanning tanlanishi bilan Nur sahnasiniki o'quvchi soni qo'sh bo'ldi. Endilikda bizning ustozimiz Sanubar Tursun ustoz davomli vahiyat talaydi. Qolgan ustozlar nomlardan o'zimlar. Hadi, marhamat. İpek yolidagi karvonlarning birinchi bosqichlik manziliga yetaylab qoldi. Qaraydigan bo'lsak, Nur gruppasidagi mohirlarning soni to'shdi. Nur gruppasiga tanlangan sarxil mohirlarning keyingi bosqichlarda sahnimiz bilan nur chiqarishini umid qilamiz. Nurnisa Abbos ustozning inchkilar tanlab chiqishi bilan xillangan bu mohirlar bo'lsa
Kuy seyer naqshchi Mehray İbrahim. Güzel ovozi bor Aygül Emin. Yangroq ovoz egisi Qurbanjon Muhammad. Xalq ahonglariga mastona Tungalgan. Kalpin qizi Gulnigar Abduzahir. Coşkun yigit Qaysar Jurak. Hissiyatga boy Xaldin Tursun. Gitarda talanti bor Al Nazar Guruhi. Ot yurak yigit Aqdam Ahmad. O'ziga ishonadigan qiz Alfiya Akbar. Poskamdan kelgan Abdurahmon Umar. Milliy ahongi boy Qashqar qizi Rayhon Gulqodir. Chatalchi kuylarga herisman Güzel Abduvali. Yosh navochi Murodil Abdusalom. Ot nafas kuychi Murod Muhammad. Pokistondan kelgan Arson. Assalomu alaykum, ekran oldidagi hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Atishdan kelgan Imom Muhammad G'ani bo'laman. Men hozir Shinjang san'at institutida muqam o'rindash kasbida o'qiyapman. Mening intan yaxshi yoqtirib anglaydigan naqshlarim bo'lsa, muqam va xalq naqshlari. Mening bu Ipak Gul sadosi programmasiga kelishdagi maqsadim bo'lsa, o'zimdagi va talantimni chiqarib, ustozlarning fikr takliflarini anglab berdim.
Bugün bay etsendeki gaday yok belki tarzlar yok Cahan Renault rişide bilimdek bir güzel yar yok Bilimdin özgür kan yav olur ugayda var yok Bilimdek şemkar yok Bilimdek bir güzel yar yok Assalamu alaikum. Hürmetli ustozlar ve naq maydondagi barcha aziz qarindoshlar ve televizor oldidagi ko'rarmanlar. Hammanglarning hozirgi vaqti xayrli bo'lsin. Men Otish diyoridan kelgan İmam Muhammed G'ani bo'laman. Men hozir Xinjiang san'at instituti muqam o'rindash kasbining 4-yilligida o'qiyapman. Naq yana yetaklaydigan o'quvimdan biriga erishibdiman. Rahmat. Naqshini Әмді орылышыңызды тәріптен нақшының ішчіге кіріп орылаш. Мәсәлен, білім іш қыла деген нақшының тешіді тұрып орылаған білен ішчіге кіріп орылаш. Бұл тәріптікі нәрселеріне сөзләп, яки көстіп түшендігін ұмайды. Бұны uzun müddet nurgun yes qilishlar orqali andın naqshining bu xil ifodalash maqsadga yetkini bo'ldi ukam. Şoňlaşqa men sizni bundan keyin yeteklep alsam degan oyda. Keling, muborak bo'lsin. Kuman qilma falakni. Bilim kuch, bilim boylik. Bilim haqidagi hikmatlar mujassamlangan bu naqsha xalqimizga notanish emas. O'zgacha tetimliq aytilgan naqshingizdan hammamiz huzurlandik. Keyingi bosqichlarda yanamiz har xil nomerlaringizni ko'rishga xushtormiz. Assalomu alaykum. Televizor oldidagi tomoshabinlar. Ben Zeynep Gül'dün hemminglarga o'tliq salam. Men To'qsin diyoridan Ipak yo'li sadasiga 4 ustozdan ta'lim olg'ili keldim. Odatda lirik naqshlarni bek yaxshi ko'rman, xalq naqshlarini tanavarachimizniki naqshlarini ko'parak yetishga amroq. Mening orzuyim bo'lsa, shu 4 ustozdan azroq ta'lim olsam deydigan orzu bilan keldim.
Yaxşı oylarım avay sana. Assalamu alaykum, töt ustaz. Naq maydondagi ko'rarman qarindoshlar, televizor oldidagi qarindoshlar, mushu vaqtingizlar xayrli bo'lsin. To'qsin ot yurtidan Zeynep Gülgupur hammalarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Bu naqshini qaytadan bir eslatdingiz bizga. Bu bizga 50-yillardan tarqalgan ölmez xalq naqshlarının birisi. Naqshning teksti Teyipcan Eliyov ustazımızdan oldu. Tekst şu birinci kupletta yolluğun bolsun sana, koynungu salgın al meni. Her sığınğanda pırak, yadınğı yarım al meni. Biz, ben o kiçigimde anlaganda, hazır siz etkandak anlagan, ben şu boyunca etkandım ki, merhum şairimiz Osmancan Saud aka, asli to'g'ri yezilishi mushundaq deb menga to'g'rilab bergan. Buningdan bu naqshining shu birinchi kupletni mana yodingga yarim al meni deb aytayli. Bu tuyuq degan bir she'r shakli bor. Shu tuyuqlar Teyipcan Eliyov ustozimiz mushundaq uslubda she'rni ko'p yozgan. Al meni Meni al, birisi al meni. Qo'yningga salg'in al meni. Shakli o'xshash, mazmuni har xil gaplarni qopiya qilib yozgan she'rga. Al meni. Men naqshi o'rinlash tarafga kelsak, bak chiroyli aytdingiz. Shu boshlanishidan tortib, naqshig'ini liriklik, nafis bir xil farqlar bilan aytib berdingiz. Faqatla shu avjidikilar shu bir ikki misraning o'zida ehtiyot bilan qandoq chiqar deblar, lekin yana aqllikansiz qo'yib etmayman deb ovozimcha chechib etmay yaxshi kontrol qilib turib qisib turib manda chiqarib buning o'zi demak sizningki o'sha ditingiz bor ekan. Rahmat. Necha kun oyoqqa zukamdab qolib, ukullarni urg'izib bor mushkulda. Zeynepgül o'zi bek yaxshi naqshchi. Zeynepgül bu naqshdan boshqa bek chiroyli naqshlari va aytilgan. Bugun mushu naqshni aytganingizni to'g'ri bo'pti. Ammo necha kunlikki zukamligingizni his qilag'il bo'ldi. Chunki men burungi ovozingizni bilaman. Siz yana bir kelgan Zeynepgül. Naqshingizga rahmat Zeynepgül G'upur. Garchi keyingi bosqichliq o'tganlarga kiramagan bo'lsangizmi, naqshingizni nihoyat yoqtirdik. Ipak yo'limizdagi karvonlarning qadamlari to'xtab qolsa bo'lmaydi. Gerçi yo'llar uzun hem jafoliq bo'lsa-mu, mana bu karvon ruhi. Assalomu alaykum. Men Abdukim Elmer bo'laman. Kuchan ailesi, ya'ni Kusan diyardan keldim. Men hozir Şinjan San'at instituti aktyorlik kasbida o'qiyapman. Naqsha mening kasbimning sirtqi bir xil alayidligim. Men bu qatimqi ipak yo'l sadosi orqali o'zimning eng qaltis bo'lmasam-mu, birdan bir ekanligimni cho'qim ifodalayman. Buning ishonchim bor. Konudaklar qo'zg'aldi yana sana bugun tushganda ko'zim konudaklar qo'zg'aldi yana sana bugun tushganda ko'zim bir vaqtlar eding kimga yıldız sen canım bir vakitler idi
Kaşlarını aydaymo canım Gözlerini taldı ki çolkan Kirpigini okya değmi ki Menin yürek bağrımga atkan Kirpigini okya değmi ki Menin yürek bağrımga atkan Canamrığım Fakat kaldı şirin hatıra Sen yarımı suygan çığımda Fakat kaldı şirin hatıra Sen yarımı suygan çığımda Bir gunçini üzdüm kurudum Bakit külden yaşlık çığımda Bir gunçini üzdüm kurudum Bakit külden yaşlık çığımda Kaşlarını aydaymo canım Gözlerini tanıdı ki çolkan Kirpigini okya değmi ki Menin yürek bağrımga atkan Kirpigini okya değmi ki Menin yürek bağrımga atkan Canamrığım Bağrımga atkan Menin yürek bağrımga atkan Menin yürek bağrımga atkan Bağrımga atkan Assalamu alaykum, hürmetli Tüt Ustaz. Assalamu alaykum, Naq maydandagi barliq tomoshabinlar, saboqdoshlarim, do'stlarim. Hammanglarga Kamin ablikimdan 30 salom, oliy ehtirom. Ne degen ablikim? Kuchan Aystin, qadimiy Kösen diyarından keldim hozir. Şinjan Sanat İnstitutining aktyorlik kasbida o'qiyapman. Manda yapamayadi. Şunu rollarını iptirip itipti de naqshini. Rolga Bu naqshangni Mahmud Sulayman anlasın nimemi de. Mahmud Sulayman'dan neçesi aşırı ettin değil mi? Rahmat. Senin bu naqsh yetişinde bakarken sahindeki şitillikin adam tuttu gecimi. Şeytan kense sen. Bu aktyorlik kasbida o'qigan to'g'ri kesin. Ben sen öber malum degandek naqshni ishchi kirib turib Men naqshni ishchi kirib ishchini chugib etdi. Rahmat. Mush ish chiqarni chugib etdi mana shu. Biroq ish chiqib qo'yamdiki deb qo'rqdik biz ichida. Biz peshida qoldik sen ichida. Yaman qo'rqdim men, bir chatoq chiqarib qo'ymiz. Sen imkonsiz bu naqshni tejidaroq esan. Ablekim, mana dramada qanchalik vaqt oldi siz o'qiyotganga? Qanchalik vaqt oldi? Men o'qiyotgan hozir 3-yillik chiqdim, 3 yil bo'ldi. 3-yillikdimi? Lekin mau yo'yandaymiz shu o'rinlashda ketimiz bor-ku.
sırtqı qiyofatingiz, ammo lekin yaxshi o'qitdi bu bola. Ancha bak o'rinlab ketmadi bugun. Bugun tex o'rinlab ketmadi. Rasmiy o'rinlaydigan ish kelsa. Xeli o'rinlaydigan o'xshaysiz, bunday qarsam-chi. Men bak yoqtirdim. Sizningki tashqi qiyofat men o'rinlashdiki qiyofatingizni-chi. Siz mushu aktyor loyiq bola ekansiz. Rahmat muallim. Siz naqsh etishni bek yaxshi ko'rgansiz-a? Yaxshi ko'raman. Ishqimiz bilan shu abay deb ketgan ichiga kirishni naqshini. Uni men ta'kidlayman. Ajoyib naqsh etishga bek xushtarkansiz. Men shuni his qildim. Andin mushundaq aytib turib siz bir ham bundaq suratga tortib o'zingizning qanday aytayotganligingizni ko'rib baqdingizmi bundaq suratlardan? Ilgari musobaqalar bir qatim qatnashib baqqan. Qizil naqsh musobaqasi deb maktabning ichida. Andagi o'sha yoqdagi faoliyatlarda maktabning sahnalarida Aşu naqshinimi, qizil naqshinimi shunday aytdingizmi? Ha. Ya bu qizil naqshini mundaq o bek şok onu da orada qisqartirib etdim. Qaysi qizil naqshida o? Layba Şinjan, rahmatli Shavkat akimizning. Layba Şinjan. Ha. Bu da uyda yo'qadiga shkafning ayniga qarab turib, inson o'zini ko'rsa shunda. Ya bu manda ishchi, aktyorlar. Mushu bunların dersinin içinde eser tahlili, bir hikayenin ak görünüşü, birer cümle sözünün ak görünüşü, bir bet, iki bet hikaye yazdı bula. Nim buldunuz diyen bir gapning ayıgıdan nimiş kımıyda çıkıldı da bula iki bet, üç bet hikaye yazıp kilan tapşırdı bula. Şu an nakşlarga kireleydi, bu rast gap. Kirişi kirdi. Kirip çıkanmaya kılıçtan sırayımız. Bu nakşın kirgin öyle kiribilip cim tutmaydı ki bu. Bunu öğret kapsamdı mı? Yaxşı. Seni futboluna bağlap güzelsek oldu ki yaxşı. Ama Selaver ustazыңның қолыда bir talla bilet vardı. Naqli keldi, sen xuddi lotereya tatqanda kirib oldigan bo'lding-da buni. Yomon israb qachon bir tugab ketadi, boshqa yuraklarim ko'p so'q. Yurga so'qatamda bu sana shu peshonangda balkan deb. Endi fikrim, endi mushu fursatni davolay. Çünkü bu fırsatda mushu Dilshod ustoz, Abdulla ustoz, Nurnisa ustoz mana mushu davatgan gaplarimiz faqat sizdek mush sahnaga chiqayotgan bir mahir ishchilar deyilayotgan gap emas. Ekran oldida o'ltirgan mushundaq bizmi mush yo'llarni besib o'tgan hozir yana o'rganyapmiz, yana mushundaq oldimizdagi mush san'at hayotimiz uchun tirishyapmiz. Bizmi boshqalarni cho'nglarnikidan anglaymiz. Mushundaq bir tajribalarimizni bir so'zlab o'tgan nihoyat bir cho'ng darsxona bo'lyotdi buchu. Bunday aytganda mushundaq bir siz orqali deyilayotgan gaplar nurg'un ini sing'illarimizga havaskor mushu yo'ldagi havas qilayotgan ini sing'illarimizga bir yaxshi material bo'ldi buning ichidagi ilg'or fikrlar hamda. Hammasi deb ketamayman. Adamning bilishi cheklik bo'ldi. Endi hozir sizga yana bir ta'kidlab qo'yadigan narsam, mushundaq baklam harakat qilib, to'lg'inib esa, hissiyotliq aytadigan o'xshaydi deb tushunib olganlarmi borchu, mushu naqshi saharimizda havasga qo'shilar ichida. Endi harakat degan naqshining chiqadigan naqshining harakati, o'sha naqshidagi udarga maslashgan holatda bo'lganda yarışıdı bu harakat. Naqshidagi udar bilan tang harakat manganda qalaymagan cho'ng harakat qilasingizmi? Ya'ni yarışib qoldi, lekin udardan chiqib ketgan bak harakatlar ortiqlam narsa bo'lib qoladi. Mushu jihatda o'zingiz mana aktyorlikda o'qiydi ekansiz. Demak, aktyorlik kasbidami nihoyatli ko'p tarafdan harakatchanlikni talab qiladigan kasb. Yalğızam özü bevasıtla harakat qilmaydi. Shunlashqa, mushu tarafdan siz bekrak o'ylashingizni umid qilaman. Tavsiya qilaman. Bundan keyin Ablikim qila oladi. Ablikim aktyorlik o'qigandan keyin hozir ma'lumotlar deginning mazmuni nima desa, to'g'ri, ichiga kirdik, chaqchaqmi qildik bayatin. Balkim siz o'zingizning qiyofatini o'ylayolmaysiz. Qanday bo'lib qolganingizni. Mana naqshi bek go'zal naqsh emasmi? Sizga qarab o'tirib anglayotgan odamlarni bir xil go'zal tuyg'uga kelish uchun siz harakatlaringizni g'arit qilib o'tman demoqchi. Keling uka. Unda sizni qabul qildim uka. Xo'p, rahmat.
ustozlik ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Mana bu bosqichdagi eng oxirgi mohirimizni tanlab oldik. Bizga elib kelgan kuyingizga rahmat Abdukim Anvar. Sanobar ustozning yetaklashi bilan keyingi bosqichlarda texmi nodir nomerlarni bizga sunaysiz. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, mana 3-qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasidagi imtihon bosqichidagi barliq mohirlarning ichidagi eng oxirgi mohirimiz bizning Sanobar Tursun ustozimizning, ya'ni Sanobar saknasiningki eng oxirgi 16-mohirlik salohiyatiga erishdi. Muborak bo'lsin Abdukimjon, muborak bo'lsin. Albatta ustoz, sizga ham muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Qani unda qolsa, arama boshlaymiz. Ipak yo'lidagi karvonlarning birinchi bosqichlik manziliga yetay deb qoldi. Qaraydigan bo'lsak, Sanobar Tursun ustozning eng oxirgi shogirdini tanlashi bilan programmamizdagi eng oxirgi mohirimizmi tanlanib qoldi. Sanobar Tursun ustozning gruppasidagi mohirlar bo'lsa, G'uljidan kelgan Abdusalom Shavkat. Go'zal ovoz uslubida naqshi aytadigan Zulfiqar Muhammad. Xalqlarga oshiq bo'lgan Abdullah Muhammad. Kalpin qizi Dilnur Jalal. Yo'ruq ovozliq Dilmurod Dilshod. Aqsudan kelgan g'ijak ustasi Mahmudjon Imin. Qog'liqdan kelgan Muhammad Tursun Matsina. Qumul qizi Cho'lpon Yunus. Tirishchan Navakesh Tursunay Musa. Naqsh pıraqlarına boy Ahmadjon Anvar. Ravat Malikisi Nurbiya Erkin. İzdenishchan qiz Rayhon Guldal. Yuqori ovozliq Muxtar Isroil. Qashqardan kelgan Iqbolam Hamid. Ögünüşki herismen İmam Muhammed G'eni. Ümitlik jigit Abdukim Anvar. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, mana ustozlarimiz o'zi yoqtirgan mohirlardan har bir guruhga 16dan jami 64 nafar mohirni o'z guruhining mohiri qilib, o'quvchisi qilib tanladik. Albatta, ishonamizki, ustozlarning astoydil tarbiyalashi ostida mohirlarimiz keyingi bosqichlarda bizga o'xshash bo'lgan anglash tuyg'usini ado qildi. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, naq maydondagi tomoshabinlar, 3-qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining imtihon bosqichi mana bu yerda oxirlashdi. Sınaq bosqichini ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin